shunaqa lokatsiyadan uy topib qo'ydim. Investitsiya bu, aniq kelajakka qilinadigan investitsiya. Mana bu eski stadionning joyi hozirgi yangi turistik zona bo'lyapti. Bu yog'i ziraat choraha, bank bo'lyapti. U yog'i esa kredit choraha bo'lyapti. Top premium lokatsiya desam adashmagan bo'laman. 3 xonali qilingan ajoyib xonadonimiz 80 kvadrat metr, 8 qavatli g'ishtli liftli domdan bo'lyapti. 6-qavatidan mana bu esa san uzili bo'lyapti. Patologiyaga yaxshi sifatli kafillar qilib qo'yilgan ikkinchi xonamiz ana bunisi. Yotoqxonamiz bo'lyapti. Tomosha qiling. 3 ta deraza ham yo'lga qarab turibdi. Bittasi yotoqxona, bittasi zal, bittasi esa mana bu kuxnya. Kuxnya ham ajoyib qilib qo'yilgan, akriloviy yaxshisidan. Bitta voy texnikalari, barcha jihozlari qoladi. Hammasi mana shu yo'lga qarab turibdi. Kelajak 1 yil, 2 yilga bu shunaqa zona bo'ladi. Bir xalta pul bersangiz ham topolmaysiz bunaqa joydan. 80 metr kvadrat qaytarib betaman. Mana bu 3-xonamiz, CDH zona, TV zona hammasi qilib qo'yilgan. Bu xonadonimiz uchun uy egasi 69700 so'rashyapti. Kami bor, pastda nomerlar qoldiraman, qo'ng'iroq qiling. Ajoyib xonadon, obuna bo'lishni unutmang.